Bismillahirrahmanirrahim. Biz hayatlıktan ibaret bu uzun seferde her bir günümüzde, her günümüzden her bir minuta, hatta her dakikalarda ihtiyacı olan bir mühim bir sübhat var. Eğer bu olmasa, biz hayatımızdaki bir Müslüman belgeleyen ahirete cennetke giriş, yoki Allah'ın razılığını gözleşten ibaret maksatga yetenmeye kalmasın. Bu hayatı dünyada üzümüz nişan kılgan normal maksatlarımız gibi, gayelerimiz gibi yetenmeyimiz. Yani bu sübhat olsun mu? Sabırdan ibaret. Yani sabırcallıktan ibaret. Hem de sabır Uygur tilida, yoki bizning diniy istimalımızda en hata düşünülgen ve hata kullanılıp gelgen. Yoki hata desek biraz ağır ketidi desek kemtik düşünülgen diniy hukmlarning biri. Bizning diniy istimalımızda sabır qilish deganlik harakat qilmaslik, mevcut nachar holatni shu paytda qabul qilib, uniga hech qanday inkas qaytarmaslik, yuvashlik bilan yashash deb tushuniladi. Endi balam sabr qildi degan bo'lsa, bizning ota-bobolarimiz dushmanlarga qarshi ularga bir tayyorlik qildi, hozir sal shuk turayli fursat kelgandan ondan keyin zarba berayli degan ma'noda demaydi. Balki faqat o'sha beshimizni kutamsak, mushuni bir yutib etsak, qancha achchiq bo'lsin degan ma'noda deydi. Halbuki sabr unda bir narsa emas. Sabrni islom olimlari bunda bir qancha xil ta'bir bergan. Ya'ni tinch qalb bilan vaysimasdan, qaqshimasdan kutish, saqlash degan ma'noda. Shunga ba'zi ulamolar bu sabrni beshiga kelgan og'ir kunlarga nisbatan boshqalarga vaysimasdan, qaqshimasdan, nola faryod qilmasdan uni tinch qalb bilan qabul qilmoq, uni ichiga singdirib etmek deb tushundirgan. Yani bu yerdagi eng muhim bir so'z, yani sabrning ta'tiri, sabrning qarma qarshisi nola faryod qilish, vaysash, qaqshash degan ma'noda. Masalan, biraylar biz bu sabr qilolmabdi desa, u chaqda sabr qilolmagan bo'lsa, nima ish qilgan bo'ldi? U cho'qim beshiga kelgan kun yoki musibatdan boshqalarga shikoyat qilgan. Hatto tilida Allohga ochiq oshkora isyon qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, bir kasalga giribdi bo'lsa, "Ey Alloh, men nima ish qildim bular, sen bu kasal bilan meni sinadim." Yoki ma'lum bir yaqini qazo qilib ketgan bo'lsa, "Men nima ish qildim bular, sen nima ish qilib buni olib ketsa, u o'lgichi men o'lsam bo'lmasmidi?" deganga o'xshash Allohdan kelgan balo qazolarga nisbatan uni tinch qalb bilan qabul qilmasdan aksicha dilida va tilida Allohga isyon qilish. Mana bu sabrning ta'tiri. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de bunun ta'tirini bunday bayon qildi. Yani savaun alayna ecezikna em saberna ma lana min mahis. Yani biz mayli nola faryod qilayli, mayli sabr qilayli. Yani bu yerdagi ecezikna, jazaun. Yani sabrning ta'tiri jazaun. Men bu so'zlarning ta'tirini deyishimdagi maqsad biz oldin qatim deganimizga o'xshash, ma'lum so'zlarning qarma qarshisi ma'nosini bilish, shu so'zning ma'nosini bizga texmi ro'shan aydınlaştırıp verdi. Kur'an-ı Kerim'de sabır degan muşu atalgı, muşu şeklide 15 yerde kelidi. Onundan başka bu sabırdan türlenip çıkan. Mesela sabır, sabirin, mesela Allah'ın isimlerinden birisi olan es-sabur deganga o'xshash söz yiltizidan nurg'on o'xshamagan şekilde türlengen sabır kelimesinden kelgan oyatlar, so'zlar 100'den ortiq yerde keldi. Allah Kur'an-ı Kerim'de burunqi peygamberlerinin mücadelesini tasvirlagan ve ularni maqtagan, bizga ulgu qilib bergan vaqtda qo'llanadigan eng ko'p ishlatgan so'zning biri shu payg'ambarlarning nihoyatda sabrlik, irodalik ekanligi. Unda da bir savol keladi. Unda da bu sabr kalimasi Qur'oni Karimda nima uchun bunda ko'p qo'llanilgandi? Chunki boshqa nurg'un sifatlar bor albatta. Boshqa sifatlar ko'p ishlatilgan. Ammo sabr nihoyatda ko'p ishlatilgan. Menimcha balkim bunga ikki nuqtadan javob izlash mumkin. Birisi Müslümanların hayat düşüncesi. Yoki Allah bizga Qur'oni Karimda üretmekçi bo'lgan hayat düşüncesi qanday? Bizga bildirmekçi bo'lgan, yani bir Müslüman hayatga nisbatan qanday qarashi lozim? Hayat unaga nisbatan nimadan darak berdi? Qur'oni Karimda bu haqda hayotning bizga nisbatan bir imtihon ekanligi haqida nihoyat ko'p oyatlar kelgan. Biz boshqa narsani tilga olmasakmi? Biz yashayotgan bu hayotimizning Alloh tarafidan, yana bir tarafdan aytganda bizga bir sinoq va imtihon ekanligini bilib yetsak, bu sabrning nima uchun ko'p tilga ilinganligini balkim bilib yetishimiz mumkin. Masalan, Alloh Qur'oni Karimda aytib qisqa bir oyatda deydi. Biz insonni aralashma bir suyuqlikdan yaratdik.
Biz onu çokum sınaymiz. Yani taşlap koymaymiz. Her kanda insanı çokum sınaymiz. Demek bir yerde ne var? Sen bir insan bulup süpüten olan çokum sinirlise. Yani Allah deydi. İnsanlar biz iman ettik deyip la terik itilimiz. Biz sınalmayımız deyip oylamdı. Muşunda xiyal kıp kalamdı. Yok. Uladın burun ötkenlerini biz hakikaten sınıdık. Allah imanıdır, rastçılığını çokum bilidi, yalgancılığını çokum bilidi. Yani siz ham xiyal kılmang. Biz iman ettik deyip la imtihansız, sınaksız cennetke kiremeysiz. Bunu matüvendeki ayette tekrar roşendeydi. Sileni lenebluvenna. Yani aldıdaki Allah'ın manası biz sileni çokum. Elbette. Yani buna ait tabii bir iş bu demekçe. Sileni mallarınla da, callarınla da çokum sile sinirli sile. Çokum sinirli sile. Meyadaki çokum diyen gap yani bazılarını kayıp kalıp bazılarını sinirli sile emez. Hemen sinirli sile. Sileden ilgili kitap verilgenler ve müşriklerden nurgun yaman sözlerini anlaysılar. Yani şunda iş yüzbege vakti sile sever kılsanlar, sözünler ve hareketinlerde Allah'tan korksanlar, hakikaten bu sever kılış, nihayet irade tikişlik işlerdir. Yani sabır onda asan nerse emez. Demek bu mezmunda yani bunun başka nihayet köp ayet var. Ben vakt itibariyle bir kança vekillik karakterlik ayetini tıl kaldım. Yani ben demek ki oğlum hayat bir imtihan. Hem de o vakitte cevap şu. Eğer hayat bir imtihan olsa, Allah bizde her xil eğirçilik bilen, hatta tokluk bilen, hatta açlık bilen, melimizge keledigan, cenimizge keledigan, etizlikteki ziraatlarımızga keledigan, soda seyahatlarımızga keledigan, cismaniyetimizge ve ruhiyetimizge keledigan, şuncha köp sınaqlar bilan sınaydigan bolsa, bu sınaqdan ötüş üçün bizge nima lazım? Bizge irade lazım, bizge sabır lazım. Demek bu hayatning barliq sohalarda, barliq meydanlarda biz her günü beradigan bu imtihanda eğer biz sabırdan ibaret bu Kur'an'ı unutup kalıp girsek, xuddi biz imtihanga kalemni unutup kalıp girsek, ders tayyorliqlarini yaxshi qilmay kelsak, o'tmaganimizga o'xshashla, bu hayotning imtihonlariga biz sabrsiz ve irodasiz kirib qolsak, biz bu imtihondan o'tolmaymiz. Shunlashqa sabr intayin muhim. Şu Peygamberimiz bir hadisida nima deydi? Bir insonga sabrdanmi xayrlik ve sabrdanmi kengri bir narsa berilmedi. Yani sabrning qanchalik yüksek makamda ekanligini biz bu hadisdan ko'ralaymiz. Birisi sabrning nihoyati hamma narsaning xayrlik ekanligi. İkincisi avsaq degan kalimani ishlatgan. Yani sabrdanmi kengri. Men bu kengri degan gapni o'ylanib qoldim tunigun ko'rish davomida. Bu nima ishqi kengri degandi o? Tabii shunda o'ylasam, balkim tushuncham to'g'ridir yoki xatodir. Hozir degan bu hayotning hamma sohasida bizga sabr lozim ekanligini bunda o'ylab boqili. Balamiz bizni sal achchiqimizni keltirgan vaqtda achchiqimizni tutib olish uchun sabr ketmamdi. Biz boshqalarga qarz bo'lib qolganda yoki turmushda biz iqtisodiy qiyinchilikqa duch kelgan vaqtda ularni qaqshimaslik, iroda qilish uchun sabr ketmamdi. Bugungi biz uchirgan mushu mayli musofirchilikdagi, mayli vatandagi mushu zulmlarning oldida bizni keynimizga yenib ketmaslik, to'g'ri yo'ldan chetnab ketmaslik va yiqilib qolmaslik uchun bizga sabr lozim emasmi? Ügün qilsak eng oddiysi. Charchab qolamiz, herib qolamiz. Birdan tashlab qo'ygimiz kelib qoldi. Kitoblarni etib etgimiz kelib qoldi. Mushu vaqtda bizga sabr lozim emasmi? Balkim jo'rimiz achchiqimizni keltirganda, ko'nglimizga keladigan gaplarni va harakatlarni qilgan vaqtda, o vaqtda bizga sabr lozim emasmi? Do'stlarimiz orasidagi gap so'zlarda, talash tortishlarda bizga sabr lozim emasmi? Mayli demakchi o'g'lim bu yerda. Mayli turmushning mikro qatlamlarida bo'lsin. Siyasi mücadelelerge o'xshash makro qatlamlarida bo'lsin, mayli qayerda bo'lsin, bu imtihonlarning hech birida biz sabrga ehtiyoj his qilmaydigan daqiqamiz, vaqtimiz yo'q. Buning uchun sabr bizga nisbatan o kadar muhim. Chunki har qatim biz bu imtihonlarga duch kelgan vaqtda darhol biz tayinadigan qurolimiz sabr va irodadan iborat. Endi ikkinchisi, endi bugungi kunda shu aktival psixologiya deydigan bir psixologiyaning yangi bir tarmoqlari bor. Ya'ni shu dunyoda insonlarning muvaffaqiyat qozonishi, masalan, bolalarning kelgusida ma'lum bir kasbda muvaffaqiyat qozonishi, mayli u iqtisodiy jihatdan millioner bo'lsin yoki egilik tutsin, yoki kasbiy jihatda nihoyat yuksak pallaga yetgan olim bo'lsin, yoki bir siyosiyon yoki faoliyatchi bo'lsin, qisqasi muayyan bir pallaga yetgan, odatda normal odamlardan nechasi halqagan bir saviyaga ve neticeye erişken kişilerin süpetlerini,
ularning nima uchun shu natijaga erishganlarini tushuntirgan nurg'un tadqiqot maqolalarida va kitoblarda hozir o'rtaq bir qancha gapni qildi. Shuning ichida hammasi shu bo'shashmaslik, matonat, iroda deganni so'zlaydi. Shu yaqinqi yillarning ichida shu irodaning kuchi, bo'shashmaslikning kuchi, bel qo'yib deganga o'xshash shu iboralarni tushuntirgan nurg'un psixologik tadqiqotlar va kitoblar ajoyib moda bo'ldi. Butun dunyo miqyosida. Bolalaringizni qanday qilsangiz irodalik yetishtirib olasizsiz. Chunki hayotga buni qarab boqadigan bo'lsak, aql farosat, bilim, ma'lum jihatda masalamizni hal qilgan bilan bayam deganimga o'xshash har kuni to'solg'uga, har kuni son-sanoqsiz mushaqqatlarga to'lgan bu uzun hayot safarida oxirgi hisobda bizni shu manzilga yetkazadigan, shu pallaga chiqaradigan narsa bizning aql farosatimiz, bilimlarimizga qaraganda shu qayta o'ngsizliklarga, qayta yiqilishlardan qayta dast turg'iza oladigan iroda va bo'shashmaslikning lozimligini ko'rsatyapti. Mana shuni aytganda amaliyotda yuqorqi tadqiqotlardagi atalmış iroda, bo'shashmaslik qatorliq xulosalarning mutlaq ko'pi bugun men tilga olayotgan shu sabrning boshqacha atilishidan boshqa narsa emas. Ya'ni bayam deganimga o'xshash. Eng aqallisi chiniqish irodada talab qiladi. Eng aqallisi uruqlash iroda talab qilamda. Siz amroq bir tomoqni yemaslik. Siz nafsingiz tortgan bir narsadan shu maqsad uchun voz kechish. Siz nafsingizga aytib egri keladigan bir ishni shu maqsadingiz uchun qilish. Ya'ni sizning nafsingizni yaxshi ishdan to'sayotgan yoki yomon ishga intildirayotgan barliq narsalardan g'olib kelish uchun biz nimaga tayinamiz? Sabr kuchiga tayinamiz. Sabr kuchiga tayinamiz. İmanға tayinamiz. Şu bir hadiste Peygamberimiz Eyyul imanu efdalu deb Resul soraptı. İmanның qanday en afzal dese as-sabr ve semaha. Sabr ve semaha. Semaha degan nima? Sig'diruvchanlik, keng qo'rsaqlik, apuchanlik degan ma'noda. Demak, sabrni imonning yerimi deb sifatlagan. Biz Qur'oni Karimda payg'ambarlarning barliq hayotiga qarab baqsak, mayli Nuh alayhisalom o'zining qavmiga 900 yildan ortiq haqni da'vat qildi. Hech bir zaman qaqshidimi? Voysidimi? Qilayotgan ishidan voz kechdimi? Erishgan natijasining u qadar ozligiga şu 900 yıldan artık vaqt işide musulmon bo'lgan odamning sonining o kadar ozligiga nisbatan Nuh alayhissalom mangan yo'lidan voz kechdimi? Voz kechmadi. İsa alayhissalom qarayli, Musa alayhissalom qarayli. Mesela Musa alayhissalomning sifatlarining ichida ajoyib sabr qilganligi haqida bir qancha oyatda sifatlaydi. Musa alayhissalom dushmanninkiga sabr qildi. O'zining qavmidan kelgan malomatlarga sabr qildi. Hatto zulmlarga sabr qildi. Sabr qildi deganning ma'nosi yana deyli, mangan yo'lidan yenivamidi. O'ltirivamidi, voz kechmadi. Yunus alayhissalom sabr qilmaganligi uchun mening qavmim mening gapimni anglamadi deb qaydab qolganligi uchun Alloh uni jazoladi. Bir mezgil uni sagitib qo'ydi. Endi payg'ambarimizning hayotiga qarab baqsaqchi, boshdan oxiri sabr va irodadan boshqa narsani ko'rmaymiz. Biz bayam dedik iroda deb. Ya'ni iroda bilan sabrning bir urug' tuqqan ekanligi. Birisi-birisining ayrılmaz bir qismi ekanligini tuvandagi oyatda Allah uchuq o'tirib qo'ydi. Agar sabr qilsanglar, deb aytib, yuqorqi oyatda fa inna zalika min azmil umur. Ya'ni mushu sabr qilish dal iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Ya'ni sabr qilish oson emas. Sabr qilishning oson emas ekanligini Allah ma oyatda nima deydi? Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon bir xislatga taqobil turgan. Ya'ni yaxshi ish bilan yomon bir ishga taqobil turgan. Masalan, qarindishingdan sana bir yomonlik yetsa, sen uningga o'xshash bir yomonlikqa taqobil turmay, sen uningga aksicha yaxshilik qilish bilan taqobil turgan deydi. Agar shunday qilsang, sening orangda adovat bor odam sening sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Ya'ni qarshi tarafdan sana yomonlik kelgan taqdirdami, sen tang yomonlikqa javob qaytarmasdan yaxshilik qilsang, bu munosabatingni o'ngshilib qoladi. Deb etib, mana bu xislatga, ya'ni shu boshqalardan kelgan yomonlikqa kayfiyatini tutib turib, sabr qilib turib, nihoyat iroda bilan, chunki bu oson emas. Mesela bir do'stimizning bizning g'aybatimizda qilib qolganligini angladik. Yoki ma'lum bir ishda ko'nglimiz keldigan bir qattiq gap qildi. Yoki bir uqishmaslik bo'ldi. Mana bu shunday vaqtda hech qisi yo'q deb turib, uningga yaxshilik qilish
Asan iş emas. Ben bunda Müslümanlarını etrafımda nait az gördüm. Belki ben üzerime onda bulmaslıkım mümkün. Onda oylap baksak yani şu mesele duş gelgen vakitteki halimiz, keyfiyatımız qarab baksak bilaleymiz. Mana muşu sübetni bu hissetki fakat ve fakat illellezine saberu. Yani bunun sabır kılganlarla erişelaydı. Sabır kılganlarla erişelaydı ve bu hissetki yana nahayeti büyük nisibi ilgisi erişelaydı. Büyük nisibi ilgisi kim? Büyük nisibi ilgisi Allah'ın razılığına erişelaydıgan adam. Demek Allah'ın razılığına sabır eriştirelaydı ve bu sabır aslında irade talep kıldığan nahayeti kıyın işlerden biri. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayet bizge sabır hakkında yani yeni bir oylanış noktayı nazar etip berdi. O bolsun mu qaysı? Endi biz bilimiz hayatta nurgun kıyınçılıklarga, musibetli duş kelgen vaqtimizda bu musibet düşmandan kelişi mümkün. Belki en yakınlarımızdan kelişi mümkün. İnsan ana şu kıyın kunlarda qalgan vaqtda g'aribsinidu, o'zini yolg'iz his qildi. O'zini tashlab etilgandek his qildi. Atrofidagi hech qanday kishilarning tasallisi uningga tasalli bo'lmayotgandek ruhiy jihatdan, psixik jihatdan nihoyat tushkunlik qarabmadi. Shuning bilan Alloh Qur'oni Karimda shu sabr qilguvchilar haqidagi o'zining qanday qaraydiganligini bunday ifodalaydi. Innalloha ma'as sabirin. Ya'ni sening beshingga mushunda ig'ir kun kelgan bilan sen sabr qilsang, men sen bilan billa. Yani Allah mayada sabr qilguvchiga tasalli beryotidi. Sen yolg'iz emas. Balki sening do'sting seni tashlab etgandi. Sening eng yaqin kishilaring sen bilan kar olmay qolgan bo'lishi mumkin. Ammo sen xotirjam bo'l. Men sen bilan billa deb Allah mayada sabr qilguvchilarga ruhiy jihatdan ajoyib kuchli bir tasalli beryotidi. Yani shuning bilan birga yani vallahu yuhibbus sabirin. Yani bir oyatda deydi. Allah sabr qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Yani Allah o'zining mehr muhabbati bilan tasalli beryotidi. Xotirjam bo'l. Sening beshingga to'g'ri ig'ir kun keldi. Musibating yengil emas. Ammo sabr qilsanglar, men seni yaxshi ko'raman. Bir mo'minga nisbatan Allohning men seni yaxshi ko'raman degan mushu so'zga erishishdanmi ortiq, buningdanmi yuksak, yana boshqa tasallimi bormi? Sabr yig'inchoqlagan vaqtda 3 turlik bo'ladi. Birinchisi, yuqoridagi oyatlarda tilga olganimizga o'xshash, beshimizga kelgan ig'irchiliklarga, jafo mushaqqat, musibatlarga nisbatan sabr qilish. Uning ifodasi qanday bo'ladi? Uning ifodasi kayniga yenib ketmaslik bilan. Bu jafo mushaqqatlardan atagandan keyin boshqalarga qaqshimaslik, vaysamaslik bilan. O'zi mangan bu to'g'ri yo'lda hergiz kayniga dojimaslik bilan. Mana bu sabr bo'ldi. Agar u bayam deganimizdek qaqshisa yoki sabr qilishga tegishli vaqt o'tib ketgandan keyin sabr qilgan qiyofatga kirib olsa bu sabr bo'lmaydi. Peygamberimiz bir hadisde şundak deydi. Şunda ütep kitvatatti bir ayalının yenidir. Bu ayal balası tükep ketkenlik için yığılab etipti. Şunun bilen Peygamberimiz bununla sabır kılgı dep nasihat kılgan vakitte o Peygamberimizni tunumaydiken şunun bilen sen nimeni bilettin, sen benim beşimge kelgen bu küllerini bilmeysen dep qattiq gap qiladi. Keyin boshqalardan bu kishining Peygamber Aleyhisselam kelgi bilgandan keyin naiti bir aram bulup derhal berip ya Resulullah bayasını tunumaptım ha. Deb özür aytgandan keyin Peygamberimiz nima deydi? Nəhayət muhim bir gapni qiladi. Sabr degan shu zarbini yegan vaqtda. Ya'ni sabr degan uchuq desak, sizning mayli onangiz, mayli dadingiz, mayli yaqininiz tugab ketib, 6 oydan 1 yildan keyin emas. Shu sabr o'lab qolgan vaqtda. Sabr degan siz ma'lum bir iqtisodiy ishda ziyon tortib, 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin emas. Shu ziyon tortgan vaqtda. Sabr degan Del aşı talep kılıngan vakitte sabır kılalığa iş andın sabır. Onun vakti ötken vakitte sabır kılgan kıyafetki kirvelişinizden hiç kandak ehmiyeti yok diye. Yani Allah bir yerde, Peygamberimiz bir yerdeki hadisi tekitlavatkını bu güzel faziletlerini lazım boğan çağda çıkarınlar demek. En lazım vakti aşı. Mesela aşı balısı tükep ketken vakitte kandak kılışı mümkün. O çaşlarını yulup kılışı mümkün. Vakrab, jakrab, nalı feryat kılışı mümkün. Ya ki Allah'a isyan kılıp gap kılışı mümkün. Ey Allah sen bu balam ne ep kelkişi, menin cenimni alsan olmamdı o. Bu küçükkine bala sana neme eskilik kıptı ola. Diyen emes gaplarını ağızdan çıkarıp taşışı mümkün. Sabır del aşı vakitte. Bir dostunuz sizi qattiq gap kılışı mümkün. Siz biz del qattiq gap kılay. Dep boğan şu çağda yok sabır kılay. Münasebet naçarlaşıp ketmesin. Dep şu dakikalarda sabır kılış
Anandan keyin sabr. İkincisi, sabrning ikkinchi turi nafsimiz taatgan gunoh va behuda ishlardan o'zimizni tutib olishda. Birisi gunoh ishlar. Hammamiz bilamiz, gunoh ishlarning mutlaq ko'pi inson nafsiga intayin yaqin. Mesela aqallisi aytganlikda bomdodga qo'pish unda oson ish emas. Bu rohat uyquni tashlab etib qo'pish oson emas. Shuningga o'xshash nurg'un behuda va ahamiyatsiz ishlarni bizning nafsimizga yaqin, irodamizga xilof. Mesela aytgandan kechgacha ko'rsakmi bo'ladigan, ko'rmasakmi bo'ladigan, anglasakmi bo'ladigan, anglamasak bo'ladigan xabarlarni, ilanlarni, imkoslarni, to'rdagi barliq narsalarni o'qib o'tirish, shuni ko'rib o'tirish nafsimizga yaqin. Davomli yangi narsa chiqqanligi uchun u bizning nafsimizga yaqin, ko'nglimizni xo'sh qildi. Ammo bu ahamiyatlikmi? Uni tashlab etish osonmi? Oson emas. Shuning bugungi kunda maxsus odat psixologiyasi degan gaplar maydonga kelyapti. Uni demak yo'g'an narsa nima? Qanday qilsangiz, shu yomon odatlaringizni tark etib, yaxshi odat barpo qila olasiz. Mana shuningmi sabr ketadi. Yomonni tashlab etishga sabr ketadi, yaxshini yetildirishga sabr kuch ketadi. Endi uchinchi ma'nosi ibodatning jafo mushaqqatlariga sabr qilish. Chunki har qanday bir ibodat muayyan riyozatni, muayyan mushaqqatni o'z ichiga oldi. Eng aqallisi deyli, Ramazon. Ro'za tutishning riyozati bormi? Riyozati bor. Qo'sqimiz achuda usaymiz ve onundan başka nefsimiz tatlıdığan nurgun işler var. Şunu Peygamberimiz Ramazan ayını sabır ayı dep atagan. Nemi için sabır ayı dep ataydı? Çünkü bu ibadetin belgilik derecede capa muşakkati ve riyazeti boğallığı için sabır kılışkı tigişlik sen diyen manada sabır ayı dep atagan. Sen ehlini namazga buyurgun ve bununla çidamlık boğun. Öyle bakla namazga buyurgun ve bununla çidamlık boğun. Demek bir adam namazgı mı? Namaz o'qishimiz sabr ketadiganligini ro'shan ko'ralaymiz. Yani ibadetning riyozatlariga sabr qilish. Agar biz yuqorqi shu 3 mazmun esimizda bo'lsa, agar biz beshimizga kelgan kunligi, kulpatligi sabr qila olsak, bu jahondagi ochiq narsalar bizga tatliqqa aylanadi. Payg'ambarimiz hadisida nima deydi? Men mu'mindan nihoyatda taajjub his qilaman. Nimishqa? Bu xislat yoki bu xil hol mu'mindan boshqa kishiga berilmadi. Ularga bayaşatçılık yetse Allah'a şükür deydi. Şükür kılıdı. Bu ular için yaxşı. Yani yaxşılık yetse mi şükür deyip savap aladı. Yani onundan keyin onunla bir yamanlık yetse sabır kılıdı. Bu mu onun için yaxşı? Da oylap bakıla dünyada şu insanın beşiklikte iki kiliş var. Birisi musibet kılıdı. Ya mehrumluk kılıdı. O belki iktisattaki ziyan tartışılışı mümkün. Ve onundan başka böyle bir münasebetlerin naçarlaşışı mümkün. En çoğu desek mi? Bizden beşimizde gelgendek, bu şimdi bir kırgınçılıkla okşaş, bunda çok zulümle gelişi mümkün. Bunu biz sabır kıla alırsak, okşaş ecir ilgisi. Bu şimdi vakitte eğer biz Allah'a şükür deyişini unutup kalmasakla, yani okşaşlı biz Allah'ın aldığı savap görüşeleyimiz. Yani Müslümanlığın ehvali açtı mı, toktu mu? Karangudu mu, kündüzdü mü? Eğer muşu iki kuralga iyi olsalar, o paydadan hiçbir zaman mehrum emez diyen. Ben oylayayım eğer insanlar, Müslümanlar, muşu hadiste üzerine hayat felsefesi toluk aylandıra alırsa, bugünkü günde bizleki psikolojik cihetten fevkalade bir tesellige, bir küçük muhtaç emez mi? Bunun için muşu hayat felsefesi bizni, yani şu biz ihtiyaçlı koygan, şu psikik berdaşlık bir gücünü toluk kazandıra alaydı dep oylayayım. Yani ahirde, kanda kılganda bu sabır gücümüzü aşıra alayımız. Birincisi, Peygamber Aleyhisselam hadisine ait uçuk degen, seni istesenle Allah aşıra alayısılar degen. Ne mi degen? Men yetesabber yusabbirullahu. Yani kim sabır kılışını Allah'tan isteydiken, Allah onu sabri güçlük kılıdı. Yani istisila, Allah onu, yani senin istediğine bağlı. Bir mümin bula sübhten olan, Allah bana bir sabır güçlük ata kılgın desem, Allah seni sabırlık kılıdı. İkincisi, ben öyleyim şu Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, sahabelerini ve onun başka fazıl kişilerinin hayatını köplep okuş. Şuların hayatındaki nurgun misalla, vakayla bizge ait zor güç kuvvet buludu. Üçüncüsü, bu Kur'an'ı bir metod. Süre eserini hemimiz bilimiz. Birimizge severini tavsiye kılımız. Birimizin beşiği gün kipkağa vakitte. Birimiz teselliye muhtaç vakitte Allah razılık için sabır kılgın diyen muş adetini aramızda umumlaştırış arkalık biz yani sabırcan bulalayımız. Çünkü insan
her vaqt o'zining ichidagi ichki energiyasi bilanla tashqi musibatlarga taqobil tura olishini atayin. Shunda vaqtda atrofdagilarning qo'llashiga, atrofdagilarning tasallisiga va malhamiga muhtoj. To'rtinchisi nafsimizni chiniqtirish bilan bo'ldi. Biz tunugunkida shundoq degandik. Nafsimizni chiniqtirish, ya'ni nafsimizga qarshi jang e'lon qilish, haqiqiy nafsidan g'olib kela oladigan bir mujohidga aylanish. Buna ait uşak işten başlap çoğun işler kadar özü çıkaldı. Bayan bilginimdek en akallisi şu ziyade telefonu işletiş adetimizi taşrif etişten başlap üzümüzge ziyan kıldığan tamaklarını taşrif etişten başlap akallisi çeniqish qatorliq şu çoğun kichik barliq sohalarda agar biz üzümüzden nefsini kontrol qila olishni mashq qilsak biz sabrimizni texmi kuchlantira olamiz. Beshinchisi rahatparastlikdan uzoq turish. Rahatparastlik deganimiz yeydiganning eng yaxshisini, eng go'zalini, eng no'chisini, kiydiganning eng no'chisini, eng go'zalini, turadiganning eng voyaga yetganini, eng hashamatligini qo'g'lashish, bu shu dunyodagi rahat farog'atning cho'qqisiga chiqishini ko'zlash va shunga odatlanib qolish bizni iroda jihatdan ustlashtirib o'tadi. Atigandan kechgacha yotqanda yotgan, atigandan kechgacha rahat farog'atdan ayrilanmagan bir odam, u rahat farog'atga jismoniy va ruhiy jihatdan to'liq odatlanib ketgan bo'ldi. Bu kishilar Alloh yo'lida kelgan va mujodala yo'lida kelgan jafo mushaqqatlarga toqat qila olmaydi. Va bu jafo mushaqqatlarni tasavvur qilibla birinchi qadamni elishtirmay yaltiyib qoladi. Chunki rahatparastlik nuqul tashqi ifoda emas. U bir xil psixik beqindilikdan iborat. Ya'ni shu xil rohatga nisbatan odam ruhiy jihatda ko'nib qolgan vaqtda shu rohatidan ayrilmaslik uchun Allah oldidagi mujodalani tashlab qo'ydi. Men o'ylayman, hozir chet eldagi Uyg'urning mutlaq ko'pi boshqa narsa sababidan emas. Shu o'zining rohatidan ayrilmoqchilik mushu shart bilan vatan millat uchun mujodala qilishni istaydi. U cho'qim mashina olib olishi lozim, cho'qim uyning isilini olib olishi lozim. Moddiy farog'atini ma'lum bir darajaga yetkazib o'tgandan keyin men qiladigan nima ish bor deb menda o'ylaydi. Bu to'g'ri emas. Bu rahatparastlikning bizning irodamizni chiritishining oldini olishimiz lozim. Endi yuqorqi 5 nuqta menimcha agar biz ijro qilsak, tirishsak, balkim agar irodamiz susishib qolgan vaqtda, sabrimiz sovib qolgan vaqtda bizning sabrimizni kuchaytirishi va bizga buni odatlantirishi mumkin. Bayam dedik, hayot bir imtihon. Hayot nihoyat ochiq va tatliqqa to'lgan. Eg'irchilikqa va yengilchiliklarga to'lgan. Qorong'uga va yo'riqlikqa to'lgan. Biz tasavvur qila oladigan va qilolmaydigan, hatto maxsus bizning ojizligimizga kelgan, ya'ni ba'zi psixik ojizliklarimizni sinaydigan sinoqlar bilan to'lgan. Agar biz bu sinoqlarga to'lgan bu safarga sabrdan iborat bu Qur'onni hamroh qilmagan vaqtimizda haqiqatan biz bu safarda manzilimizga yetolmaymiz yoki yarim yo'lda qolib qolamiz. Alloh hammamizga shu manzilga yetgidek, bizga oxirgacha uzuq-tulik bo'lg'idek kuchli sabr, toqat, iroda ve boşaşmaslık hata kılsın.